Salom barchaga. Mana men ham Ibratibeyt oromgohga qabul qilinganimdan keyin bilan uxlamasdan narsalarimni yig'ib chiqdim va yo'lga otlandim. Samarqand vokzaliga yetib kelganimdan keyin hayron bo'ldim, chunki bu yerga hech oldin kirmagandim. Atroflarni aylanib, u yoqni sizlarga ham ko'rsatay deb videochalarga olib ko'rsatib o'tirman hozir. Endi keyin oyim bilan opam ham men bilan kelishgandi, birga kutdi. Vaqt keldi, poyezdimda hammamiz shoshib tepaga chiqdik yuklar bilan. Rosti biroz qo'rquv bo'ldi, chunki birinchi marta uydan uzoqqa ketish edi. Uzoq yo'llardan o'tib Toshkentga ham yetib keldik. Dugonam bilan darrov taksi chaqirib kechikmasdan yoshlar markaziga yetib borishimiz kerak edi. Chunki bizni guruh a'zolari kutmasligini aytgandi. Va undan so'ng o'z vaqtiga yetib bordik. U yerda qonun qoidalarini tushuntirishdi. Garvga kirgan aka ham o'zini fikrlarini berib o'tdi. Keyin bu yerda o'zimiz guruhlar bilan yig'ildik. Oromgohga boshqa joyga borish kerak, shunga hamma yig'ilib kutib o'tiribmiz. Endi yo'ldamiz, ketyapmiz Bo'stonliq tumaniga. Hamma yo'lda qo'shiq aytib ketdi, inglizcha, o'zbekcha. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari rosa to'xtamay aytildi, lekin boshqa qo'shiqlar ham bo'lib turdi. Kelishib, rosa o'ynab kulib xursand bo'lib ketdik. Yetib borgandan ovqat berishdi, bunaqa chiroyli oshchalar bilan mazza qildik. Undan keyin zerikkandan keyin bitta xonani aylantirmoqdan ko'rsatib chiqay dedim. Mana bizga pullar berishgan, bunaqa o'tiradigan joylar bor. Keyin tepada qizlar bor. Tez qarab o'tib ketdim. Chunki odamlar o'zi joylashib o'tirdi. Hamma narsalarni ham ko'rsatmadim. Xonamda bitta ikkita shkafcha bergan. Yotadigan joy, yaxshi video olmaganman, bilaman. Bu yerda уже gruppa bilan yig'ilib, bir-birimiz bilan tanishish boshlandi. Sovg'alar berishdi. Hozir sovg'aning ichida nima borligini ko'rsataman. Короче, mana bitta futbolkacha. Undan keyin logo tushirilgan daftarcha, keyin ruchkacha, hammasida Ibratibeyt logosi bor. Keyin dugonam bilan ikkalamiz zalga chaqirishdi. Video olamiz. Shunga hammamiz yo'lga chiqdik. Mana bu yerda hamma formani kiyib olgan. Videoga tayyorgarlik ishlari bo'lib o'tibdi. Bu ikkalasi bizni boshliqlar endi. Undan keyin ovqatlanib qorni ochib ketdi. Kechki tarafga ovqat shirinlikcha bilan yana ikkita ovqat berishgandi. Ularni videoga olmaganman. Hamma xursand ovqat yeb. Guruhimiz uchun video tayyorlashim kerak edi, chunki shunday shart bo'lgan. Shuni qildim. Keyin kechki taraf videolar ko'rib bo'lgandan keyin karaoke aytib qo'shiqlar bilan rosa mazza qildik. Kun tugab kun boshlandi. Ertalabni voleybol o'ynab boshlab oldik. Undan keyin ovqatlandik. Tuxum, mana bu hozir kasha. Undan so'ng dars bo'ldi. Darslardan keyin o'tirib bolalar, qizlar karta o'ynadi. Men lekin baribir o'ynash bilmayman, tomosha qilib o'tirdim. Undan keyin yana bitta dars bo'ldi. Bu yoqqa keyin anaqalar chalkashib ketgan, chunki bu yoqni to'liq tekis olmaganman. Notakay ovqatlandik. Salat berdi. Undan keyin boshqa ovqat ham bergandi. Biz shunaqa soxta tug'ilgan kunlar uyushtirdik. Aslida bu bolaning tug'ilgan kuni emas edi. Shu qiziq bo'ladi deb qilganmiz. Keyin kitob o'qiganmiz. Shu kitob nima bo'ldi, qanday bo'ldi shuni muhokama qildik. Kechga taraf xonadosh qizlar bilan qo'shiq aytib rosa. Keyingi kuni shartlar bajardik. Shunaqangi bir o'yin bo'ldi. Undan keyin Aziz aka bizni chaqirdi va ikkita muhokama bo'lgan videoni ko'rsatib, nima uchun Shotlandiya yutgani va Belgiya yutqazganini tushuntirib berdi. Undan so'ng kechga taraf karaoke qo'shiqlar aytdik. Keyin yana gruppadoshlar bilan bunker degan o'yin o'ynadik. Tushuntirish qiyin. Bu kunisiga Yoshlar ishlari agentligining boshlig'i Alisher Sa'dullayev keldi. Biz u kishi bilan har xil savol-javoblar olib bordik. Takliflari borlar taklifini berdi. U kishi oltinga teng maslahatlarni berdi. Bu ikkalasi hozir shart bajaryapti. Bundan keyin bizni kinoga chaqirdi. Kinodan keyin biz o'zimiz sinaqaga har birta viloyatni ko'rsatib tayyorlanganmiz, har bitta guruh. Undan keyin va nihoyat oromgoh ham tugadi. Bunaqa sertifikatchalarni oldik. Hammaga taqdim qilindi. Hamma xursand. Bir hafta o'tib ketganini, qanday o'tib ketganini hech kim bilmaydi. Mana shunaqa sertifikatchalarni olib
keyin qo'shiq aytdik, hamma birgalikda xursand bo'lib, keyin bu kunsiga tong otdi, narsalarimizni yig'ishtirdik, hamma uy tomonga tarqadi. Agar videoim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.